Balalık devrimni əslashni xolamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasimu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas his to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Sizlar bugun sizlarga so'zlaydiganim taraqqiyot psixikasi. Ham taraqqiyot psixikasi degan nima esa, odamning balliq davridan, hatto turgan vaqtdan taraqqiy qilib, eng oxirida cho'ng bo'lguncha oraliqda besib o'tadigan nurg'ulg'an psixika omillari, aningdagi uning mingis yuz beradigan o'zgarishlarni tushuntiradigan sohasi hisoblanadi. Ko'pincha vaqtdoshlar texe balliq bo'lmaganlik uchun yoki to'y qilmaganlik uchun belki ularga taraqqiyot psixikasini bizning o'rganishimiz muhimmi deb qarashi mumkin. Men bularga doim bundaq bir savolni qo'yaman. Unda o'z bir tag'ilat qora tug'ilib uning oqsiz chiqamdi yoki oq tug'ilib uningga qorasiq chiqamdi degan savolni o'tirib qo'yaman. Nurg'un bolalarning yoki nurg'un kishilarning subyektiv hissiyoti bo'yicha ilmiy bo'lmagan holda balkim tag'ilat tug'ilishlarida deb turib olish mumkin. Hamlet bu nimaga vakillik qildi desa, nurg'un bolalarning o'zining orzusini yoki qiyosini yakun qilib ishlatish xarakterini belgilab qo'ydi. Amaliyotda tag'ilat hargiz tug'ilishdanla u xil holat tug'ilmaydi. U odatda turalmay yoki bo'lmasa asli tag'ilat shakllanish jarayonida qora holat shakllanib, oningdagi uningga oqsiziq chiqishga boshlaydi. Demak, mana shundaq narsalarni tushunish. Masalan, tag'ilatni misol keltirdim. Odamcha bir intan eski bir odam u hargiz eski bo'lib qolmaydi. U chuqum tug'ilgan vaqt yaxshi edi. Chunki har qanday bir vaqt tug'ilgan vaqtda yaxshi odam bo'lib tug'ildi. Endi u keyin uningga xuddi tag'ilatga har xil siq chiqqandek, uningga yashash jarayonida har xil ojizliklar, har xil kamchiliklar chiqishga boshlaydi. Dal shundaq narsani tushunish biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan taraqqiyot psixikasining asosliq xizmati hisoblanadi. Unda bo'lsa biz bolalarning o'sib yetish jarayonidagi jarayonni to'rt bo'lakka bo'lamiz. Birisi sezgur motor davri, ikkinchisi oldingi mashg'ulot davri, uchinchisi konkretniy mashg'ulot davri, to'rtinchisi rasmiy mashg'ulot davri. Albatta bolalarning psixikasini tushunish har bir ota-ona intan ko'ngil bildigan bir masala. Shunga men buni bir qadar tafsiliyroq so'zlab beraman. Shunga yaxshiroq diqqat qilishinglarni umid qilaman.
Onda olsa sezgör motor devri. Hem bu isimdilli çıkıp durup etipti, bu sezgü motor devri. Bu nim degenlik dese, bu vaqt 0 yaşdan 2 yaşgacha mushu bosqichni besib o'tadi. Bu sezgü motor devri nimidin qandaq bulab bu isim qo'ylab qolgan desa, chunki bu davrda bolalar shaylarni, muhitni, har qandaq narsani asos jihatdan tutish, ko'rish orqali biladi. Bunda açık aytganda, o tuta olsa, ko'rsa, ma'lum narsani mavjud deb qaraydi. Agar tutamasa, ko'rmasa, mavjud emas deb qaraydi. Masalan, bir buvoqning oldiga onun sut bötülküsünü koysam, o bağ dep qaraydı. Mayaqıl tatib etsem, o gayip oldu, undaq narsanın mevcudluğunu unutup qalıdı. Ondasa bu xil inkas nimin düşündürüp, bizge zaten nimin düşündürüp privatı dese, bir ana, balının yerinden ayrılgan aman, bu vaqtının kallısında onu mevcut olmaydı. O hergizmo birden degen kelidi, yak bayatın sut bötülküsü aqımda, yak yenimda degen tuyğu olmaydı. Onun da mengülük mevcudluk deydiğen mındaq ideya olmaydı. Şuna bu davrda onlarning diqqat qildig'ini nima degan vaqtda biz ko'proq tavsiya qildig'imiz ko'rish, ya'ni ko'rish orqali tarbiyalash. Ko'rish orqali tarbiyalash degan nima esa, bu vaqtga amalba ko'ziga ko'proq qarab berish. Bo'libmi ana. Men ba'zi onlarning bolalarini maya kelib olganini yoki maya kelib olganini, ba'zining hatto oq kelib olganini ko'rdim. Amaliyot qaysi eng to'g'ri desa, bolani oldiga elib olish orqali anı bilen bu vaqtna ko'zining uçuşuş, qitim sonini oshirish kerak. Demek bir ana bola qancha ko'p qarab bersa bu davrda, bolaning sog'lomligiga, psixikasiga intayin foydasi bor deb qaraymiz. Unda bo'lsa, mushu davr jarayonida biz alayda bir davrni tilga olishimiz kerak. U bo'lsa 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan davrda ma'lum bir alayda davr var. Bu davrni biz odatda latin tilida, ingliz tilida mother and father dynamics deymiz. Mother and father dynamics degan nima esa, ona, dada dinamiksi degan gap. Bu nim degan gap desa, mushu davrda, ya'ni 14 oylikdan 17 oylikcha bo'lgan mush vaqtda bola, mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, onadan darhol muhabbati, ya'ni yaxshi ko'rishi dadiga o'tib ketib qoldi. Bu vaqtda mundashib aytganda dadiga eng muhtoj bo'lgan davri. Şuna muş davrda amalba dadlar bala olan qancha ko'p aloqa qilish bersa, qancha ko'p bo'libmi tutush, quchoqlash, ma'qul o'ynatish yoki ko'pincha targ'ib qilganligi kakuk o'yini deb qo'yamiz. Masalan, bir muko'lib paydo bo'lish. Bunda qo'yallarga balla intayin qiziqadi va bunda qo'yallarning odatda mingni g'idiqlash, inkasini tiziltishga intayin roli bor. Shunga 14 oylikdan 17 oylik bo'lgan vaqtda dada cho'qim balla bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirish kerak. Agar dadasi bo'lmasa shu degan vaqtda dadaning rolini o'taydigan, masalan, ananing akisi bo'lamdi yoki inisi bo'lamdi yoki ananing dadasi, ya'ni bu vaqtning cho'ng dadasi bo'lamdi, bular cho'qim bir mush vaqtda bu balla bilan ko'proq aloqa qilish kerak. Biz buni odatda ana, dada, bala dinamiksi deb ataymiz. Ham 18 oylikdan kirgan vaqt shu degan vaqtda bu davrda balla bu davrni oyoqlashtiradigan mezgil bo'lib qoldi. Shunga bu vaqtda nurg'un naslning ko'z oldidan yo'qolib ketsa-mu, ya'ni qaytib keldiganligini biladi. Ya'ni mavjudlik tuyg'usi. Bu nas bağ degan tuyg'u asta-asta shakllanishga boshlaydi. Bu vaqtda bolalarning xarakteri qanday o'zgarish yuz berdi desa, ma'lum narsaga majburlashni, ota-onaning sabr chekini sinab boqadigan bir mezgili. Mushu davri kelgan vaqtda, ya'ni birinchi sezgi motor davrining oxiri kelgan vaqtda balda qiliq shakllantirgan eng yaxshi shakl. Ya'ni bu vaqtda balaga ba'zi narsalarni qis bo'lmaydiganligini o'rgatsimi bo'ladi. Ammo bu jazolash orqali emas. Qanday qilish orqali deganda, men oldingi shartlashdimi deb o'tib ketdim. Agar bu vaqt bola yuziga xatar keldigan yoki qilish tegishli bo'lmagan ma'lum ish qilgan vaqtda ota-ona bunga vaqirab, wuduqib ketish orqali emas, nihoyat muloyimlik bilan, ammo bir xil izchillik bilan uningga ko'zi qarab turib bu vaqtning kulib turib beşin lanış arqılıq bu vaqtning oshni qiysa bo'lmaydiganligini uqtirib qo'yish kerak. Men bir qitim takrorlab qo'yay. Uning vaqirash yoki chaqirash yoki silkish, urish orqali emas, ko'zi tikilib turib, kulimsirash orqali to'xtamay yaqtab turib olganda bu vaqt bu harakatni darhol qilishni to'xtatadi. Nima ish qiladigan vaqtda 18 oydan 2 yoshga kirgan mush davrda bu vaqtlar
tug'um aldilam ota-onasining kayfiyatini his qila oladi. Mayli onaning kayfiyati yoki dadaning kayfiyatining qanday o'zgarayotganligini bola intayin aniq qildi bila oladi. Shunga bu davrda ona bilan dada urushib qolgan vaqtlarda o'zining kayfiyatini qo'rqinchli bo'libmi, qo'rqingan, intayin tashvishlangan bu xil chiroy ifodalarini amal bu vaqt ko'rsatmasi kerak. Agar mush vaqtda bu vaqt ularning tashvishli qiyofatini ko'rsa, bu vaqtimi tashvish yuz berdi. Chunki bu xil pasib bo'lgan kayfiyat hodislarining hammasi amaliyotda bevosita bolaga hanzucha shazay deb qo'yamiz hamda bevosita kuchirilib maqdigan gap. Shunga buningga alohida diqqat qilish muhim. Hamda bu davrning oyoqlashganligini qanday bilamiz desa, bu vaqtning sut botilkisini ma'lum narsaning oqiga yushirib qo'ysa, bu vaqt ashini izlab topa olgan bo'lsa, unda bo'lsa sezgir motor davri bitdi degan gap. Onda ise bu devir diyen ata-onalarning alayı dikkat qildigan bir narsa, o bo'lsa til qobiliyatining chiqishi. Albatta hamda til qobiliyatining yaxshi bo'lishi bolaning aqli iqtidorining taraqqiyotiga belgilik darajada foydasi bor. Gerçi butunlay uning aqlliq darajasini bekitib etmagan taqdirdami, til qobiliyatini bildigan so'zligi yoki ma'lum narsaning ismini atalash iqtidori qancha yaxshi bo'lsa, bu bolaning keyingi maktab hayotida albatta belgilik darajada foydasi bor. Unda ise bolaning til qobiliyatimiz qanday shakllantiramiz? Buak degan xatning o'zi odatda latin tilda infant deb ataladi. Infant degan gapning so'z yiltizini biz aqtulsak, bu odatda so'zlayanmaslik deganini bildirdi. Ya'ni buning lug'at ma'nosida ma'qul ifodalagan. Unda esa latin tildagi bu gapning ma'nosi nima degani so'zlayanmaslik. Ovoz chiqmaslik, so'zlarni qilib ovoz chiqarmaslik emas, so'zlayanmaslik. Onda olsa bu qancha oylik bo'lgan vaqtda tunji gapni chiqara oladi bo'lsa, 9 oylik bo'lgan vaqtda. Onda olsa 9 oylik bo'lgan vaqtda u tunji xatni, gapni, so'zni deyalidi. Yoki dada dedi, yoki apa dedi. Onda olsa u mush gapni degan vaqtda uning buvoqlik hayot tugaydi. Onda olsa biz bir narsa yekilib oldik. Onda olsa bolaning buvoq degan ismdan qachon qutuldi desa, 9 ay bo'lganda u qutulishga boshlaydi. Ya'ni tunji qiz gapini degan vaqtda u buvoq bo'lmay qoladi. Gerçi biz keyin onu aytilgan buvoqda avginimizdan agar so'z ma'nosidan elib aytgan vaqtda uning buvoqlik hayoti 9 oy tugaydi. Unda esa bu bolaning so'z qobiliyatini biz qanday qilib shakllantiramiz? Unda esa buvoqning so'z qobiliyatini shakllantirishda mundaq 6 xil nuqtaga bek diqqat qilish kerak. Birinchisi 9 oylik bo'lgandan keyin, bu kichik bolalar, kichik bu buvoq holatdagi bolalar odatda ma'lum narsaga qaraydi. Mush qaragan vaqtda tizinkas, ya'ni ana yoki dada buni bayqanaman, ya'ni 5 kun ichida deymiz odatda. 5 kun ichida bola qaysi narsa qaragan bo'lsa, shu narsaning ismini aytish. Demak, uning til qobiliyatini shakllantirishda 6 nuqta, uning birinchisi nima bo'lsa, tizinkas. Ya'ni pilos qo'yib qo'ydik. Pilosning o'zi nima bo'lsa, buni qo'llaymiz degan gap hamda. Demak, bu vaqt ma'lum narsa diqqat qildi, shu 5 sekund ichida ana yoki dada uning qaragan narsaning ismini atash orqali uning inkas qaytirish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Munosabatlashtirish degan nimasi? Nima qaragan bo'lsa, shuning ismini deb berish. Agar televizor qaragan bo'lsa, radio deb turib berish, yoki ish qaragan bo'lsa, uni dariz deyish emas. Nima qaragan bo'lsa, qaragan narsani munosabatlashtirish. Yoki bo'lsa, u quliga qo'ncha qolgan bo'lsa, sen qo'ncha qolding deb berish. Yoki televizor qaragan bo'lsa, televizor ko'ryapti deb berish. Demak, uning harakatlarini munosabatlantirish. Uchinchisi tushuntirish. Tushuntirish degan nimasi? Tushuntirish deganimiz bu hamda odatda bir yoshdan o'tib ketganda jiqroq ishlatamiz. Jumla orqali buvoqning qilayotgan harakatini yoki ana dada o'zining qilayotgan harakatini jumla orqali tushuntirish. Masalan, ana quliga ma'lum narsani elib olish orqali bu menda qilyapman yoki bu qo'nchaq hozir mengyotidi. Agar buvoq bir qo'nchaqni, yana bir qo'nchaqning yoniga kelgan bo'lsa, ikki qo'nchaq hozir do'st bo'ldi, eyiqchaq do'st bo'ldi deb, uning osh qilgan harakatini so'z orqali tushuntirish. Biz buni tushuntirish deymiz. To'rtinchisi inkas paydo qilish, ya'ni diqqatini yetkazish. Agar buvoq bola hech chiqmayotgan bo'lsa, masalan, televizor tikilib qarab qolgan bo'lsa, yoki ma'lum narsaga hech qanday diqqat nazarini og'dirmagan bo'lsa, qasddan uning diqqatini burash.
Ya'ni qo'nchoqni ko'rsatish, qo'nchoq manda qildish, uni qo'yib orqadan yana bir narsani ish. Uni tushuntirib bo'lgandan keyin yana bir narsani ish. Bu nimani keltirib chiqardi desa, bolaning inkas tuyg'usini tezlashtirdi. Unda men bir qatam yig'inchoqlik aytaman. Balalarning til qobiliyatini shakllantirishda 4 pirosalat, ya'ni aktiv holat bor. Birisi nima deganda tiz inkas. Tiz inkas degan nima esa u ma'lum narsa diqqatni og'dirgan aman 5 sekund ichida uning inkas bildirish. Inkas bildirish degan nima esa shu ko'rsatgan yoki tutgan narsaning ismini deb berish. Ikkinchisi munosabatlashtirish. Ismini atgan vaqtda yoki tushundirgan vaqtda chuqur tutgan narsalar munosabatlik bo'lishi kerak. Chunki bu tunji qatim bu vaqtning balaning kallasida paydo bo'lgan inkas keyin cho'ng bo'lgan vaqtda ashundaq tushundi uni. Mesela bazı balı küçük vaxtida dadısını yoki cho'ng onasini yoki cho'ng onasini boshqa bir ism bilan atib olgan bo'lsa, keyin cho'ng bo'lib ketibmi? Cho'ng dada degan o'rniga shu o'zi kichik vaqtida atgan ism bilan davomlashtirganga o'xshash. Shunga buning yakomuz biz Ibn Xavusning gapi bo'yicha bilimning original muhim deymiz. Shu tunji vaqtida ismni to'g'ri atab berish. Üçüncüsü ise tushundirish. Tushundirish deganimiz mesela hareketlerini anda qilyotdi, mamanda qilyotdi, u manda qilyotdi, mamanda qilyotdi. Tushundirib. Diqqatni o'tkazish degani mesela onun diqqatini pat-pat har xil shaylarga yo'tkash orqali uning diqqatini yo'tkazib berish. Endi men minus qo'yib qo'ydik. Men minusni qat'iy ishlatmas kerak. Birisi ayiblash. Agar u qo'nchoq olgan bo'lsa, amma demaslik. Agar u boshqa bir elish tegish bo'lmagan narsani olgan taqdirdimi, uni amma deb silkib etmaslik. Chunki bunda qilgan vaqtda, keyin bu vaqtda undaq harakatlarga bir xil qo'rqinish shakllandi. Men bayatim dedim, bu vaqt bola, yakoms kichik bola ota-onasining kayfiyatini intan tiz sezgür buldu. Bunda kayfiyatni intan tiz tushunaladi. Shunga u qopqin turib yo qo'rqinish tashvishida balalarning bu harakatini to'sgan vaqtda u keyin u narsani olmaydigan, bir narsani deyishni xohlamaydigan til qobiliyatimi bag'ansi tushib ketadigan ahvollar shakllanadi. Shuni ayiblash qat'iy bo'lmaydi. Kar bo'lmaslik. Bunimi kar bo'lmaslik degan nima esa, bola buni tutgan vaqtda ota-onaning hech qanday kar bo'lmagan vaqtda bola bunday narsadan zerikadi. Biz buni shartlashni o'rgangan. Agar bola bir narsa chiqib olsa, bola ota-ona darhol uningga kirishib olgan bo'lsa, demak bola bu diqqatga erishish uchun to'xtamay shu narsani chaqadigan taraqqiy qildi deb bo'ldi. Shunga bola qachonda eg'iz ochsa yoki ma'lum narsa gap qilsa, ota-ona buningga yuksak ahamiyat bersa, yuksak e'tibor bersa, bolada bu xil narsa tiz bo'lishi uchun kar bo'lmas ayblashni qat'iy chiqarib tashlash kerak. Men to'tiga alohida diqqat qilsak, bolalarning til qobiliyatida belgilik darajada o'sish hosil bo'ldi. Uningdan boshqa qanday qilish kerak degan vaqtda to'xtamay ona bilan so'zlashavergandimi, bolaning til qobiliyatida ma'lum chek shakllanib qoldi. Shunga bu xil paranglashga dadam qatnashish kerak bo'lsa, agar sharoit bo'lsa, boshqa tuqqanlar, do'stlar, qo'shnilar, mushlarmi aloqa qilish orqali har xil gaplarni qilib bersa, bu vaqtning mingisining g'idiqlanish qatim soni bir qadar yuqori bo'lgan gap. İkinci davr nima bo'lsa, oldingi mashg'ulot davri. Oldingi mashg'ulot davri ham 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan vaqt. Endi bu davrda odatda bolalarda konkretni dunyo uqumi shakllandi. Konkretni dunyo uqumi degan nima esa, bolada dunyoga nisbatan bir ko'z qarash shakllandi. Ammo u real dunyoni emas, kalliski dunyoni biladi. O shu dunyoga kalliski dunyo bo'yicha muomala qiladi. Undan so'ng kalliski dunyo qanday dunyo deganda, uning kalliski dunyo intan yuksak darajada shaxsiyatchi dunyo. Bunda bu davrda bolalarda 62 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda butun narsa shu bolani markaz qilib cho'glaydigandek his qildi. Uning qalbida boshqalarning degan narsa mavjud emas. Uning ko'rgan narsaning hammasi xuddi shu bolaninkidek tuyulib ketadi. Shunga kimning qo'li nim ko'rsa talishadigan ahvollar shakllandi. Bu davr men dashib aytgan vaqtda bola xo'jayin bo'lishni orzu qildigan vaqt, ya'ni 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda. Bu davrda asos diqqat qilganimiz nima degan vaqtda, bu 62 yoshdan 3 yoshgacha davrda bolalarga qaror chiqarishni o'rgatish. Qaror chiqarishni o'rgatish degan nima esa, tanlashni o'rgatish. Masalan, uning kiyimini kiygizmoqchi bo'lsa, amaliyot 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bola nim kiyim kiyib bo'lardi. Shunga o'xshamagan ishtanni masalan qo'yib turish orqali qaysini kiysan deb, qaysini tanlasa shuni kiygizish. Yoki bo'lmasa tamoq nima qilgan vaqtda qayerda o'tirishni yaxshi ko'rsan deb, uning mayada o'tirishni, yoki bo'lmasa men nerda o'tiraman
sen deppa deyish orqali onunğa amalba qarar chiqarish fursatini ko'proq qilib bersa, bundaq bolalarda keyinchi nim shakllandirsa bir xil mustaqillik ideyasi, ko'z qarash, o'zlik shakllandi. O mandash qilgan vaqtda nurg'u ishlarda qarar chiqara oladigan bo'lib chiqadi. Endi 3 yosh bo'lsa, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan vaqtda biz bularning ijtimoiy turmush shakllandi. Mandash qilganda do'st tutishga boshlaydi. Ammo do'st tutgan vaqtda bek ko'p do'st tutmaydi. Bir yoki ikki do'sti bo'la oladi. Ko'pincha bolalarning birli do'sti bo'ldi. Shunday vaqtda amalba qo'shni avlamdi yoki o'zining tang tutish navrlar avlamdi. U bir do'st tutishni bilish kerak. Bu orqali o'zlarining tang tutishlar bilan qanday muomala qilishni o'rgansa bo'ladi. Ammo 3-4 yosh vaqtni nurg'on ota-onalar biladi. Odamning intan beshini og'ritilgan bir davr. Ya'ni to'xtamay manimo, nimishqa deb so'raydigan davr. Bu savollarni so'rash orqali ota-onasi bilan jiqroq vaqt sarf qilishni umid qildi. Shuning bu davrda ota-onalar bolalar bilan sifatlik vaqtlarni o'tkazsa bo'ldi. Sifatlik vaqt degan nima desa, masalan, taloq chiqish, ya'ni ota-onasi o'zi xushal bo'lish uchun o'tkazgan ba'zi harakatlarga bolalarni elib olish. Masalan, do'stlar bilan kurashmoqchi bo'lsa, bolalarni elib olish, yoki sayohat qilib chiqish, yoki birga bog'chida o'ynash, yoki bolasi bilan birga to'p o'ynash, qatorliq harakatda vaqt sarf qilishni biz odatda sifatlik vaqt sarf qilish deymiz. Endi 3-4 yoshda yana bir alohida bir davr bor. Men buni chuqur eskartib qo'yishim kerak. Men oldida bir dedim, ana dada dinamik so'z berdi, ya'ni bola dadaga yo'tkilib dadaning muhabbatiga muhtoj bo'ldi dedim. Ikkinchi davr qachonsa dal 3 yoshdan 4 yosh davri. Bu davrdami bolalar intayin dadaning muhabbatiga bek muhtoj bo'ladi. O'g'il bu mush davrda dada orqali bir xil erlik xususiyatni o'rgansa, qizmi dadaga muhabbat bog'lash orqali uning muhabbatga bo'lgan ihtiyoji shakllandi. Agar bir qiz bola 3-4 yosh vaqtida dadasining muhabbatiga mush davrda to'liq erishmasa, keyin nim shakllansa, baldular o'g'illarning muhabbatiga muhtoj bo'ladigan, ya'ni baldu muhabbat ish kelib chiqib qoldigan gap. Shu 3 yosh vaqtida dada cho'qim qiz bilan ko'proq vaqtni vaqt sarf qilish orqali qizning bu xil muhabbat ehtiyojini shu vaqtda ham to'liq qondirishi, o'g'ilning muhabbat ehtiyojini qondirish kerak. 5-6 yosh vaqt deganda 5 yoshdan 6 yosh vaqt ko'pincha bolalarning asosiyatdan ijtimoiy chambarak hosil qiladigan. Ijtimoiy chambarak degan nima esa asosan do'stlar ko'payib ketgan vaqt. U chaqda 5-6 yosh 5-6 dana do'stlari bo'ladi, birga o'ynaydi, maldik bolalar bilan birga o'ynaydi. Bunda harakatlarni cho'qim rag'batlantirish kerak. Chunki bola mush vaqtdan boshlab bir to'p bolalar bilan o'ynash o'rganmasa, keyingi o'zining cho'ng bo'lgandagi ijtimoiy aloqadimi azroq tamtiraydigan ahvollar shaklida. Ba'zi bolalar o'zining tanish bilan o'ynashni xohlamaydigan ahvollar shaklida. Bu vaqtda ota-ona hargiz buni sal qaramay, har xil usullarni ishlatish orqali bolalarni bu to'pga qetib etishni, amal va bolalar bilan ko'proq o'ynab berishni talab qilish kerak. Uningdan boshqa 5-6 yosh vaqtida yana nima o'rgatsa bo'ladi desa, bolaning yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydigan narsa paydo bo'lishga boshlaydi. Biz buni oldingi psixik salohiyat chamberga bir deb ketgan. Ya'ni bolaning nimani yaxshi ko'rish, nimani yaxshi ko'rmaydigan narsani shakllantirish kerak deb. Shunga 5-6 yosh vaqtda ba'zi ota-onalar bolalarimga foyda deb ular yaxshi ko'rmaydigan narsani zo'lab qo'ygan vaqtda bolada o'zlikni darhol tugashtirib yetib qoldigan ahvollar shaklida. Shunga bunda vaqtda bola agar xohlamasa yoki o'ziga ziyonli narsalarni rad qilishni, ya'ni yo'q deyishni o'rganish kerak. Shunga nurg'un narsalarga yo'q deyishni bilgan boladimi bir xil o'zlik shakllangan bo'ldi. Garchi uning ba'zi foydali narsalarni rad qilayotgandek tuyulgan bilan, ammo uning xarakteri nima shakllantirsa, uning o'zining bir kishilik ko'z qarashining bog'liqidan direkt beradigan gap. 6 yosh kirgan vaqt deganda 6 yosh kirgan vaqtda asosiyatdan bolalar maktab yeshiga tayyorlik bitgan bo'ldi. Ya'ni ota-onadan ayrilsa bo'lgan davr. Buning oldingi davrlarda bo'lsa asosiyatdan bolalar ota-onadan taz ayrilib ketolmaydigan. Eng ko'p ayrilsimi 100 metr yoki 200 metr jiroqlik. Ya'ni onasini, dadasini ko'rib turib ayrila oladi, biroq butunlay ayrilmaydigan davr. Ammo 6 yosh kirgan bo'lsa, u asosiyatdan maktab hayotiga qadam qo'ydi. Ham shundaq deyish kerakki, hamda hozirgi shahar muhitida hamma bilasizlar, ota-onalarning xizmati va albatta bolalar bilan bek ko'p vaqt sarf qilinmaydi. Shunga yesli qatorliq bu xil institut hisoblanadi. Shundaq o'rinlarni tanlash to'g'ri keldi.
albatta buningmi bek ko'p ziyni yo'q deb qaraymiz. Nimishqa degan vaqtda yesli xarakterlik bu xil yerlarda bolalar o'zining tang tushlari bilan birga o'ynashni asos qildi. Ammo yesliga avatgan vaqt shundaq narsa diqqat qilish kerakki, ham shu yesli o'qituvchisi bolalarni chuqum amalba qo'rqitib etmasi kerak. Chunki bu vaqt qo'rqitib etgan vaqtda balda tabiiylar keyin maktab berishdan biz oldingi vaqtlarda klassik shartlashni dedik. Yeslida qo'rqitib etgandikilar balada maktabdan bizar bo'ldigan, maktabdan qo'rqaydigan ahvol shu vaqtdan shakllanib qoldi. Shu an yesli o'qituvchilari bolalarga amalba bir xil o'zining onistek muomala qila olsa, o chaqda yeslining bolalar bo'lgan tarbiyasi texmo yaxshi bo'ladigan gap. Ammo bu davrda ba'zi ota-onalar sal aldirab ketib bolalarga ma'lum narsani o'rgatishni sal tizlatib qoldigan ahvollar bo'ldi. Hamda mush ma'lum narsani o'rgatmaslik to'g'risida nurg'a odamlarda qaymoqish bo'lib qoldi. Zodi biz narsani o'rgatamdik, o'rgatmamdik deb. Ham bunga mundaq tadbir qo'llansa bo'ldi. Bola xohlagan bo'lsa, yaxshi ko'rgan bo'lsa, uni o'rgatish. Agar xohlamagan bo'lsa, hargizmi bolani uni zo'lab o'rgatmaslik kerak. Chunki bu 5-6 yoshgacha davrda uning qattiq bilimlarni, ma'lum uchur xarakterlik bilimlarni o'rganib olishi amaliyotda uning miyasining taraqqiyotiga aksi ta'sir qilib qo'ydi. Ammo bola xohlasa, oshni yaxshi ko'rsa, u chaqda ota-onalar bu xil tarbiyalashni qo'llansa bo'ldi. Agar bola qat'iy xohlamasa, ota-ona o'zining qo'shnilarining bolalari yoki do'stlarining bolalarining ma'lum narsani o'rganganini ko'rablar, bolani bunga zo'lab tiqib qo'ygan vaqtda u bola shu vaqt qo'rqib o'rgangan bilan keyin ota-onadan ayrilgan vaqtda uzluksiz o'rganishga bo'lgan qizg'inligi butunlay tuvallab ketadigan gap. Üçüncüsü konkretni məşğulat dövrü. Konkretni məşğulat dövrü adətdə 7 yaşdan 13 yaşgacha bo'lgan davrda shakllanadi. Bu davrda albatta bolalarning bilishi ko'paydi. Ularning uchrashgan odamlar ko'payishga boshlaydi. Ammo ular yana abstraktni yoki logika degan narsa bo'lmaydi. Bu nima deganlik desa, bularga kelgusi to'g'riliq, istiqbol to'g'riliq, baxt to'g'riliq gap qilganning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ham bu davrning bir ortiqchiligi bor. U bo'lsa odamda, ya'ni mayli o'g'il bo'lsin, mayli qiz bo'lsin, otliq va onliq hormonning yetilishi. Ham otliq, onliq hormon, ya'ni endogen va ekstrogen deymiz. Bu ishki hormon o'g'illarda tang mavjud bo'ldi. Qizlarda mı tang mavjud bo'ldi. Ammo o'g'illardagi onliq hormon bag'an siri pasayib, otliq hormon ro'shanlashib boshlaydi. Qizlarda chu desa, onliq hormon ro'shanlashib, otliq hormon tuvallashib boshlaydi. Biroq ba'zi bolalarda mush davrda o'g'illar ya qizlar o'zining tipidagi, o'zining mesela o'g'il bo'lsa o'g'illar bilan, qizlar bo'lsa qizlar bilan aralashib, ma'qul aloqani qilishi bek muhim. Chunki bu vaqtda agar bir o'g'il bola ko'pincha ochilari yoki singillari yoki qizlar bilan birga o'ynab o'ssa, bu bolaning onliq hormonining tuvallishi sallaliq ojizlab, onliq hormonining ta'siri ma'lum darajada shakllanib qoldi. Qizlarning shunday bo'ldi. Shu bu davrda bolalarning chiqim tiplarga ayirib etish bir qadar muhim deb qaraymiz. Eng oxirgisi rasmiy mashg'ulot davri. Rasmiy mashg'ulot davri hamda 14 yoshdan 18 yoshgacha bu vaqtda hammamiz bilamiz, ba'zida hamda odam badanida o'zgarishlar, ya'ni quramiga yetgan vaqtga o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ba'zi qizlarda konkret mashg'ulot davridan tezlik yetilib ketishi shakllandi. Ammo ko'pincha ahvollarda shu 13, 14, 18 yoshda yetildi deb qaraymiz. Hamda bu xil fiziologik va biologik jihatdagi o'zgarish bularning psixikasida xeli yuqori darajada psixikasiga ta'sir qildi. Ammo o'g'illarga nisbatan bu davr psixikasiga sal bek ko'p ta'sir qilib ketmasi mumkin. Biroq chunki o'g'illarda badan o'zgarishi bir qadar yushin holatda ifodalandi. Ammo bu davr dal o'g'illarning shu ba'zi namoq bo'lgan, sog'lom bo'lmagan ba'zi harakatlar bilan shug'ullangan davri. Shunga amal bu davrda ota-ona o'g'illarga, dadasi masalan o'g'illarga, o'g'liga ma'lum jihatdagi mush tarbiyalarni yushirin bevosita yoki vosita holda elib berish menimcha muvofiq deymiz. Qizlar uchun deganda qizlarda ko'pincha ota-onalar bildi, bu davrda fiziologik o'zgarishi bir qadar kunlanlik bo'ldi. Bu vaqtda qizlarda bir xil o'zini sal tuvan ko'rish yoki xijil bo'lish hissiyoti yuqoriroq bo'ldi. Bu vaqtda cho'nglarning ko'zi qarayolmaydigan yoki taloq chiqishda bir qadar
biyap his qildiği ahvallar şeklinde. Çünkü bu davrda hergizmo kızlarning azariyip qilishini to'sash kerak. Chunki bu vaqtda qizlar o'zining badani tufayli zanglik uchragan bo'lsa yoki ota-onasining aybi uchrasa, darhol qizlarda o'zini tuvan kurash, anikin xomushlik, anikin otizm bikinib olish degan alomatlarmi mushu konkret mashg'ulot davrida bevosita ifodalanib chiqadigan gap. Ondan ba'zi onlarning masalan grim qilish jarayonida üzden qirib ketib qolganligi, qo'riqning jiqqiyib ketib qolganligini balası bas o'rinda, balası holatda deb qo'ydi. Bu xil deyishning o'zi balaga ig'ir darajada psixika pasib ta'sirini qo'zg'aydi. Chunki bala otasini yoki dadasini inta mukammal inson deb qaraydi. Undan bir ana o'zining kichik qizining yanında o'zining qirib ketib qolganligi, satlishib ketib qolganligini desa, bu amaliyotni nimani shakllantirdi desa, ash qizning kallasida o'zidan bir xil no'aytdi, o'zining satkeligi, o'zining no'aytdi qirib ketib qolganligidek berib qo'ydi. Shunga bundaq ahvollarga bek diqqat qilish kerak. Ondan rasmiy mashg'ulot davrida bolalar o'zini cho'ng bo'ldim deb qaraydigan ahvollar bor. Shunga bu vaqtda ular bir qadar o'zbeshimcha o'zimnikini rost deb qaraydigan, hatto ota-onalarga bir xillikqa nim deb qo'yamiz, kirishib oldigan ota-onalarga isyon ko'taradigan yoki uningga doim o'qti qo'padigan mazgil hisoblandi. Onundan başka yan nimeler dikkat qilish kerak deganda, mushu konkret mashg'ulotlar bilan rasmiy mashg'ulot davrida bolalarning psixikasiga yoki bularning axloqining shakllanishida ota-ona muhim o'rin turmay qoladi. Bu vaqt kim muhim o'rin tursa, uning tang tushlari muhim o'rin turadi. Chunki bu davrda ular yaxshi yomon ishlarning har qandigini tang tushlari orqali o'rganib chiqadi. Shunga ota-onalar bolalarning mush davrda aralashgan bolalarga ancha-muncha ko'z quloq bo'lib qo'yishi kerak. Uningdan boshqa ba'zi hormon yoki fiziologik o'zgarish tufayli bolalarda rasmiy mashg'ulot davrida darsga qiziqmaslik shakllandi. Yot jinslarga qiziqish, ders qiziqmaslik şeklinde. Bu ularning mingisdagi ma'lum bir tuzilish. Chunki bu davrda ota-onalar balam tuyuqsiz chekinib ketdi, to'liq standart, mandat, sen tirishmatibsa ayblashga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu davrda chekinib ketishi tabiiy ahvol shakllanadi. Ondan bu davrda bolalar o'zining qilgan nurg'un ishlarini yushirishga tirishadi. Hamda bir balaning o'zining ma'lum bir xatoligini demaslikning o'zi ota-onaga balkim tasalli berishi mumkin. Chunki demaganlik uchun qilmadi deb o'ylaydi. Ammo demaganlikning o'zi bu harakatni qilmaganlikdan direkt vermaydi. Shunga mening ko'pincha ota-onalarga tavsiya qildig'im nima degan vaqtda bola qanday xatolik o'tkazishdan qat'iy nazar ota-onasiga deyalish kerak. Meyli u qandaq qo'rqinish xato o'tkazgan bo'lsa-mu, ota-onasiga deyishni o'rgansa, u chaqda bu balani ota-ona tizla kontrol qila oladi yoki keyin bu bola cho'ng bo'lgan vaqtimi ota-onasidan uningdan ansirish tuvallaydi. Agar u barliq ishlarni yushirishga tirishsa, kichik vaqtida ham shundoq bir xil yaxshi ketib qolgan bolaning tuyuqsiz cho'ng bo'lgan vaqtda o'zgarib ketib qolganini his qilamiz. Amaliyot bu bola nurg'un ishlarni balkim yushirin holat qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunga bolalar o'zining xatoligini degan vaqtda ota-ona hargiz bu xatoligini dastak qilib turib balaga zarba bermesi kerak. Chunki bundaq zarba balaning qiliqini tuzilmaydi. Nimani shakllantirsa, bala doim o'zining qilgan ishlarini yushirishga qarab taraqqiy qildi. Bu yushurgan siri baladan ekan xarakter jihatdan bo'lsin yoki axloq jihatdan bo'lsa, qiliq jihatdan bo'lsin, ig'ir darajada pasib yoki foydasiz holat qarab taraqqiy qiladi. Onda olsa, şu hazır kadar men so'zlagan mazmunlar ichida tushunmagan savollar olsa so'rasam-da. Siz Alimalım şu balla başlangıçtan toluqsizga yoki toluqsizdan toluq o'ttir maktabga yo'tkilish jarayonida g'oya o'rganishi yaxshi emas bolalarning tuyuqsizlik o'rganishining intayin yaxshi bo'lib ketishi va yoki g'oya o'rganishi intayin yaxshi bolalarning shu muhit o'zgarishiga ergishib o'rganishining bak chekinib ketish mushtaq ahvollari bo'ldi. Bu nima uchun shu to'g'risizroq? Biz buni odatda o'tkinchi mazgildagi o'zgarish deb ataymiz. Balla başlangıçtan toluqsizdan toluqqa yoki bo'lmasa bir maktabdan bir maktabga yoki bo'lmasa bir sinf
sinfdan bir sinfga o'zgargan vaqtda bularda chuqum o'rganishida yo pasish yoki yaxshilanish yuz berdi. Bu nima hadisdan keldi desa, sinfdan sinfga o'zgarishi yoki muallimlarning o'zgarishi yoki maktabning o'zgarishi odatda muhitning o'zgarishidan darak bo'ladi. Biz buni shartlanishda o'rganib bo'lgan. Chunki bular o'xshash muhitda uzun mezgil turgan vaqtda ulardagi ba'zi besimlar balkim boshqa muhitda yengillanib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa aslida besimi yo'q muhitdan boshqa bir muhitga ma'lum sabab bilan ko'chgan vaqtda balkim ularda besim shakllanib qolishi mumkin. Demak, bolalarning o'rganishini ba'zi bek nachar bo'lib ketsa, muhit almashtirsa balkim ularning yaxshi bo'lib kelishi mumkin. Ammo ba'zi bolalarning darsi asli yaxshi emas. Ammo asli yaxshi muhit almashtirsa balkim bularning o'rganishi tuvallab ketishi mumkin. Biz buni odatda o'tkinchi mezgil deb qaraymiz. Endi Başlangıçtan o'rta maktab chiqqan vaqtda rushan o'zgarish nima deb tushundirmasa, başlangıçtan o'rta maktabga o'zgarish davri dal qaysi davrga mos kelib qoldi desa, konkretniy mashg'ulot davri bilan rasmiy mashg'ulot davri o'rtasida bir almish yuz berdi. Men boyatin deb ketgandek, bularning badandagi hormonlarning rushan holda kimiyish yoki ozish tufayli bolalarning aqliy inkosida bir qadar tuvallashdan kelib chiqishi aniq. Ammo ko'pincha ahvollarda sal tuvallash kelib chiqadi. Yani yana qanday savollar bor? Siz. Ali ma'lum yaxshimisiz? So'rab baqsam, shu bolalarning ba'zi burun masalan o'ynab qalayimqon yurgan kiyimlarni maynat qilib yurgan bilan tuyuqsiz ham yana bir mezgil vaqtda o'zining kiyinishlarga, yurishtirishlarga, chachlarga bak diqqat qilgan vaqtlar bo'lib qoldi ekan. To'g'ri. Mesela bayatın biz deb o'tib ketdik, 6 yaşdan boshlab bularning ijtimoiy chambarak yuz berdi. Ijtimoiy chambarakning yuz berganidan tortiblar bularda g'urur, o'zlik, anadaki badan obraziga diqqat qilish shakllandi. Chunki yolg'iz qolgan vaqtda siz masalan hargiz kiyimingizni diqqat qilmaysiz. Chuqur ma'lum bir odamlar bor so'ringa borganda anandikin kiyimingizni diqqat qilish boshlaysiz. Ballam shu. Ballar qachondan boshlab do'st tutishni boshlagan bo'lsa, ular o'zining kiyim-kechigiga diqqat qilish qarab maqdi. Unda biz rag'batlantiramdik yoki cheklamdik. Mesela kızlarda çaş taraş yoki g'irim qilish shaklida, o'g'illardimi ancha-muncha usti-beshiga diqqat qilish qarab maqdi. Ham bu xil masala kelgan vaqtda muvofiq bo'lgan o'zini tuzashtirishni rag'batlantirish kerak. Ammo qizlardagi masalan g'irim qilish, ko'zini yoki qosh yoki qatorliq haddan ziyoda o'ziga mos kelmagan holdagi g'irimni chuqum cheklash kerak. Chunki mushkil g'irim tufayli ularda boldu yitilib ketish yoki bo'lmasa tizla bir xil muhabbet qaynimiga kirib qilish shakllandi. Chunki bu davrda ko'pincha bolalarda nimaning muhabbet ekanligini bilmaydi. Ular faqat o'zining jinsiga o'xshamagan qarshi jinsga nisbatan qiziqish tufayli qarshi tarafni yaxshi ko'rib qolgandek his qilib ketib qolgan gap. Men mush savol tufayli bir narsani deb qo'yishim kerak. Biz yalğançılıktan bir dep ötep ketdik. Qandaq yalğançılık eng mukammal bo'ldi desa, o'zining degan gapiga o'zishinib qolgan vaqtda bu xil yalğançılık intan mukammal bo'ldi. Hamda nurg'un o'g'illar, bular 14-18 yosh davrda ular ma'lum bir qizni yaxshi ko'rgandek his qildi. Shunga ular bu xil yaxshi ko'rib qolgan tuyg'usiga o'zim ishinib qolganlik uchun buni qarshi taraf ifodalaganda intan mukammal ifodalash mumkin. Hem bugün kun kelgan vaqtda bu xil hareketler nimani keltirib chiqardi desa, bu o'smir bolalarda tizla muhabbetlish keltirib chiqardi. Bu o'smir bolalar nimaning muhabbetlishini, uningdan kelib chiqqan oqibatlarni bilmagachga, ba'zida o'zi bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qildi. Shunga men shundaq narsani tavsiya qilamanki, bola bo'libmi qiz bola 13 yoshga kirgan vaqtda onasi, hatto dadasi uningga mush to'g'riliq chuqum tarbiyani berishi, ya'ni uning hayotida o'g'illarning paydo bo'lganligi, o'g'illar ularga o'zining muhabbatini izhor qilgan vaqtda amaliyotda buning haqiqiy muhabbat emas, faqat erishishganligi, qiziqishganligi. Agar bu xil harakatni cheklamasa yoki bu xil narsaga oldin tayyorlik bildirmasa, ba'zi oqibatlarning kelib qo'ydig'ini desa, bu oldin ularga o'g'irlangan vaksina bo'ldi. Chunki u qiz hamon bir kun uning hayotida bir o'g'il bola mavjud bo'ldi. Agar bu xil bilimlar to'liq bo'lmasa, vaqt kelganda u qiz qandoq inkos bildirishni bilmaydi. Agar uningga oldin bu xil vaksinalar urilsa shu degan vaqtda uning hayoti shu yuz berganda, to'g'ri mening dadam opam mundaq deganda dal mushundaq ekan deb u o'zidan buni mudofaa qila oladigan bo'ldi. Endi ba'zi ota-onalar atalmish bu kichik qizimiz yoki bolamiz kichik deb atalmish
o'zaro nima deb qo'yamiz, padishab deb bu narsani tilganmagan bilan bu xil tilganmaslik hargiz u harakatni cheklayolmaydi. Aksicha bu harakatni keyin oldin ololmaydigan qo'rqinchli ba'zi voqealarni keltirib chiqarib qo'ygan ahvol bor. Shuna 10 yoshdan boshlab ularga mushkil tarbiyani kuchaytirib, ularga to'g'ri tarbiyalashni menimcha asos qilish bek muhim deb qarayman.